Endilikda O'zbekistonda antiradar ishlatganingiz uchun jarima to'lashingiz mumkin, hattoki qamalishingiz mumkin desam ishonasizmi? Ayni haqiqat. Bugun biz sizlar bilan radar detektorlar va boshqa taqiqlangan, ya'ni antiradarlar, jammerlar va GPS glishilkalar haqida gaplashamiz. Siz esa obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Demak, biz boshladik. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqda O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab antiradar ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Agarda kimdadir ishlatadigan bo'lsa, 2 baravardan 5 baravargacha bazaviy hisoblash miqdoridagi jarimalar va shunga o'xshash qoidabuzarliklarni keltirib o'tilgan. Lekin bu narsaga na Ichki ishlar vazirligi umuman olganda hech qayerdan rasmiy ma'lumot va bayonot berib javob berilmadi. Bu hali shunchaki fake yangilik. Lekin haqiqatdan agarda antiradar taqiqlanadigan bo'lsa, u o'zi nima? Xo'p, biza ishlatayotgan mahsulot, ya'ni inspektor starayini oladigan bo'lsak, u ham antiradarmi? Aslo yo'q. Antiradar bilan radar detektorining farqi bor. Biz ishlatayotgan mahsulotlarimiz radar detektor deb ataladi. Unda antiradar nima? Antiradar bu radarlardan chiqayotgan nurni ba'zan buzadi, ba'zan o'zgartirib yuboradi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, radarni ishdan chiqaradi va sizni jarima tushmasligingizni ta'minlab beradi. Antiradarlar ham ikki xil turga bo'linadi: aktiv va passiv. Aytgancha, antiradarlar ba'zan jammer deb ham ataladi. Ya'ni lazer jammerlar va umuman olganda shunaqa narsalar. Xo'p, passiv va aktivga qaytadigan bo'lsak, passivda u kelayotgan nurlarni o'z miqdorda o'zgartiradi va sizni jarima tushishingizni ozmuncha kamaytiradi. Ozmuncha emas, juda ham katta ehtimol bilan kamaytiradi. Aktivida esa radardan kelayotgan nurni o'ziga qabul qilib olib, yoki nurni o'zgartirib yuboradi, yoki o'ziga qayta signal yuborib, hattoki radarni ishdan chiqarishga majbur qiladi. Tushunganingizdek, antiradar bundan ilgari ham, hozir ham O'zbekistonda taqiqlangan. Nafaqat O'zbekistonda, dunyoning deyarli barcha davlatlarida antiradar ishlatish taqiqlangan, hattoki antiradar ishlatganga qamoq jazosini berishi mumkin. Tushunganingizdek, u narsa asosan harbiy sohada va shunga o'xshash sohalarda ishlatiladi. Uni ishlatganingizdan so'ng nafaqat radarni signalini buzib qo'yishingiz mumkin, balki yo'lda uchib ketayotgan samolyotlar va shunga o'xshash narsalar yoki umuman olganda yo'ldagi kommunikatsiyaga juda ham katta xalaqit berasiz. Shuning uchun ham antiradarlar ishlatish O'zbekistonda va boshqa davlatlarda ham taqiqlangan. Radar, lochin, Xo'p, antiradarni bilib oldik. Radar detektoriga hozir to'xtalib o'taman. Va ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video juda ham ko'p tarqalgandi. Bu narsa nima? Bu GPS glishilka deb ataladi. Bu ham deyarli qonundan taqiqlangan. Bu nima vazifani bajarib beradi? GPS glishilkalar uning atrofida bo'lgan barcha GPS qurilmalarini signalini bloklaydi. Hattoki agarda uni boshqacha turi bor, ya'ni sim kartani, aloqani bloklaydigan turi ham bor. Xullas, o'zining belgilangan masofasi davomida bloklab beradi. Xo'p, bu narsa radar detektorini ishlashiga yoki to'g'rirog'i radarlarning ishlashiga xalaqit bera oladimi? Ideya o'ylaydigan bo'lsak, ya'ni ideya bo'yicha o'ylaydigan bo'lsak, albatta xalaqit berishi mumkin. Qanday deysizmi? Chunki u GPSni bloklaydigan bo'lsa, har bitta radar haydovchini jarimaga tushirgandan so'ng uning lokatsiyasini yuboradi, ya'ni lokatsiyasini ham yozib oladi. Agarda lokatsiyasi chiqmaydigan bo'lsa, jarima yuborilmasligi ehtimoli mumkin. Lekin ushbu videodagi narsa ko'rib turganingizdek juda ham arzon turadi, 100 ming yoki 200 ming so'm atrofida turadi. Ushbu mahsulot faqatgina uning radius doirasi, ya'ni ishlash radius doirasi 5-10 metr, ya'ni faqat mashina ichini o'ziga xalaqit qilishi mumkin. Chetdagi yuqoridagi radarlarga xalaqit qilish ehtimolligi juda ham past. Eng katta ayblardan bittasi, buni ishlatadigan bo'lsangiz, buni ham bilib qolishadigan bo'lsa, sizga juda ham katta jarima, ushbu moslamani musodara qilishadi va sizga balki bu narsa qayta takrorlanadigan bo'ladigan bo'lsa, jinoiy javobgarlik ham tortilishingiz mumkin, jinoiy javobgarlikka ham. Shuning uchun ham olimlar va yaxshi insonlar ko'pincha radar detektor xarid qilishadi. Radar detektor nima? Radar detektor bu radarlardan chiqayotgan signalni o'ziga qabul qilib yoki qanaqadir nuqtaga o'rnatilgan radarlarni miyasiga kiritib qo'yilgan bo'ladi va sizga oldingizda radar bor, qoidani buzmang, tezlikni oshirmang deb ogohlantiradi. Shuning uchun ham antiradar va jammerlar va glishilkalardan radar detektorini farqi aynan shunda. Va u albatta qonuniy. Xo'p, yana radar detektoriga qaytadigan bo'lsak, hozir qo'limda flagman bo'lgan
inspektor kompaniyasining Inspector Star Air radar detektori turibdi. Xo'p, mana radar detektorini ko'pchilik ishlash faoliyatini biladi va xarid qilishgan va ishlatishadi. Xo'p, bunda nima ustunliklari bor? Endi qisqacha reklamaga o'tib ketamiz. Inspector Star Air Koreya mahsuloti, 2 yillik kafolatlari mavjud. O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Ya'ni shunaqa radar detektorlar bor. Bizda radar detektorlar birmuncha arzon. Amerikada Escort kompaniyasining radar detektorlari eng arzoni $300-400 dan $700 bo'ladi. Bundan ham qimmatlari ham bor. Lekin ushbu 700 yoki $1000 radar detektorini xarid qiladigan bo'lsangiz ham, ushbu radar detektorlar O'zbekistonda ishlamaydi. Sababi har bitta radar har bitta odamga o'xshab o'zgacha ishlaydi. Har bitta davlatning o'zining radarlari bor, uni chastotalari bor. Uni injenerlar kelib o'rganmaydigan bo'lsa, radar detektor to'liq yaxshi ishlamaydi. Bu ham aynan koreys injenerlar O'zbekistonga kelib, hammasini o'rganib, ishlab chiqarilgan mahsulot bo'ladi va qo'shimchasiga O'zbekistondagi radarlar juda ham qiyin hisoblanadi, ya'ni malomoshniy, ya'ni o'zining signallari uzoqqa bormaydigan radar hisoblanadi. Shuning uchun ham injenerlar o'rganib, bunga bir emas, ikkita LNA modul o'rnatishgan. Ya'ni past to'lqinli signallarni kuchaytirib beruvchi maxsus modul. Ekranlari svetnoy, ya'ni LED rangli ekran, 2 yillik kafolati bor va o'ziz buni bazalarini, dasturiy ta'minot, ya'ni proshivkalarini mobil telefoningiz orqali Wi-Fi bilan yangilab olishingiz mumkin. Radar, lochin, tir. Xullas do'stlar, men sizlarga radar detektorlar, jammerlar va albatta GPS ko'rsatuvchilar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Qo'shimchasiga, albatta, qoidalarni buzmasdan, tezlikni oshirmasdan, antiradarlarni ishlatmasdan, jammerlarni ishlatmasdan, GPS ko'rsatuvchilarni ham ishlatmasdan, tezlikni oshirmasdan yurishingizni tavsiya qilamiz va albatta, radar detektor kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, yaxshi Bachurdagi radar detektorlarni sizga tavsiya etamiz, yuboramiz. Yuborchilarimiz bepul, ya'ni O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Qo'shimchasiga agar istasangiz radar detektoringizni parashivka ham qilib beramiz. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va uzoqlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Achuchoy jamoasi bo'ldi.